Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilik dastlabki qadamda g'arb dunyosidagi ko'plagan sohaga tunishliq tushunchaga aylanib bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uning davom qilayotganligiga 6 yildan oshgan bugungi kunda turli uchur yo'llaridan ma'lum bo'layotgan ma'lumotlar buning yanada izchil davom qilayotganligini ko'rsatmoqda. Ana shu xil reallikqa qarata har qaysi sohalarning, bo'libmi Amerika hukumatining diqqatini yana bir qatam bu jiddiy masalaga qaratish uchun Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Amerika Uyg'ur birlashmasining o'rtaq sahifxonligida 11 dekabr kuni kechqurun Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish xotir kuni temasida muhokama yig'ini chaqirildi. Good afternoon everyone. We're ready to get started. Welcome to all. My name is Louisa Griva. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xodimlaridan Luisa xonim bu qatimqi muhokama yig'inining riyosatchisi bo'lgan bo'lib, oldi bilan bu qatimqi yig'inning o'rlashtirilishi haqida tushuncha berdi. With the Uyghur American Association and the World Uyghur Congress. Thank you to all our participants. Arqadan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandi so'ziga chiqib, hozirgi vaziyatda texnik kuchli va amaliy bo'lgan harakatlarning Uyg'urlar uchun hammadan jiddiy ekanligini tilga oldi. Right now in the Congress there are many more pending bills for accountability for prevention of business. Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish haqida qaror e'lon 2 yil bo'lgan. Shuningdek, BDTning qirg'inchilikni cheklash ahdnomasi e'lon qilinig'ili 75 yil bo'lgan xotir kunda Uyg'urlar haqidagi muzokara bosqichida turayotgan qonun loyihalarini tezdan qonunga aylantirish, texnik ko'p Xitoy amaldorlariga jazo e'lon qilish, shuningdek Uyg'ur qirg'inchiligining to'sishini bir turlik aktiv va kollektiv harakatga aylantirish lozimligini ta'kidlab, bu vaqtdagi texnik kuchli harakatlar bu qirg'inchilikning qurboniga aylanib ketgan Uyg'urlarni unutmaslikka addition of 2 more perpetrators to the US Global Magnitsky Sanctions list. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Isa va Uyg'ur sud kollegiyasining qonun maslahatchisi Hamid Sabi tor orqali yig'inga ishtirok qildi. Ular o'z so'zlarida Dunyo Uyg'ur qurultiyining har yili 9 dekabr kunini Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish xotir kunida bekitishdagi bir muhim nishonning Amerika boshchiligidagi demokratik ellardan bu xil qirg'inchilikning qayta yuz bermasligiga haqiqiy kafolatlik qilishini talab qilish ekanligini, Uyg'urlar haqida hozirgacha ma'lum bo'lgan turli uchurlar amaliyotda Xitoy hukumati Uyg'urlarga qilayotgan zulmlarning faqat 1000 dan yoki 10 mingdan biri ekanligini, bundaq ahvolda dunyoning sukuti Xitoyning yuragini texmo yo'g'intishdan boshqaga yaramaydiganligini bayon qildi. Bu qatimqi yig'inga taklif qilingan Amerika hukumat xodimlaridan Amerika Tashqi ishlar ministrligining Dunyoviy jinoiy ishlar adliyasi bosh elchisi Bess Shot va Amerika Qo'shma Shtatlarining BDTdagi sobiq bosh elchisi Kelly Curry xonim. We are recognizing today the ongoing genocide and crimes against humanity being committed by the authorities of the People's Republic of China against predominantly Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish planining oshkora o'ttirib qo'yilayotganligini, ammo Uyg'urlarning qirg'in qilinishiga qarata navbatda yetarli adolatning joriy bo'lmaganligini, Xitoyning Uyg'urlarni qirg'in qilishi izchil davom qilayotganda Sharq bilan G'arbdagi barliq kuchlarni birlikda buningga qarshi bir mavqega jam qilishni alohida ta'kidladi. Our actions last Friday, as Omar mentioned, related to the atrocities and other human rights abuses in Xinjiang include imposing sanctions on 2 PRC government officials for their connection to serious human rights abuses. Quite disturbing to watch our business elites return to the very practices that empowered the CCP to think it could get away with committing genocide in the first place. Shuningdek, Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish plani aniq ma'lum bo'lgan bugungi kunda G'arb dunyosining yanada Xitoyni bir qism yo'lchiqlar bilan ta'minlayotganligini, Amerika hukumati nurg'un badal orqali e'lon qilgan Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorining yaqinqi mezgillarda pastgo'yga chiqib qolganligini, buning oldini olish uchun texnik ko'p jazo choralarini e'lon qilish va texnik ko'p Xitoy amaldorlarini bu tizimga kirgizish, Xitoy bilan bo'ladigan savdo faoliyatlarini cheklaydigan qonun loyihalarini o'tirg'i chiqarish, shu orqali Amerika savdo sohasini Xitoyning iqtisodiy jihatdan kuchlanishiga yordam berishni cheklash lozimligini. However, crimes against humanity are not yet criminalized under US law. That said, there are many individual crimes. Amerika hukumat xodimlaridan Avam palatasining a'zosi Uyg'urlar haqidagi qonun loyihalarini tunishtirish jihatda aktiv faoliyat qilayotgan siyosiyonlarning biri bo'lgan Yang Kim xonimmo yig'inda so'z qildi. Xi Jinping has shown no interest in working with the United States on human rights issues. U so'zida bu xildagi qirg'inchilikni cheklash va uni to'xtatishga kuch chiqarishning o'zi xo'shallik ekanligini ta'kidlab, sukut qilishning amaliyotda bu qirg'inchilikqa sherik bo'lish ekanligini, navbatda bu xil sukutning kengayotganligini ta'kidladi. As your strong voice, and I will always be a loud voice in this matter, but today I'm glad to see that many of you have gathered. Mutaxassislardan Washington shahridagi kommunizm qurbonlari xotira fondining xodimi doktor Adrian Zenizmo bu vaqtdagi ba'zi nuqtalardan sharhladi. In several cases, natural population growth, birth rate minus death rate,
fell to zero. Onun qarışıca Xitoy hukumatı hozir Uyg'urlarda yo'qotishni bir muhim nishon qilgan. Buningdagi maqsad bo'lsa, shubhasiz Uyg'ur rayoni. Ular izchil bu rayonni o'zlari uchun tahdid deb qaraydi. Bu tahdid bo'lsa, bu rayondagi Uyg'ur nufusining, bo'libmi janubiy qismdagi har qaysi viloyat va noyillarda Uyg'ur nufusining son jihatda ustunlikni eginishiga bog'langan. Ular bu xil tahdidni yo'qotishdagi g'olliq chora uchun Uyg'urlarni yo'qotishni bosh nishon qilib muqimlashtirgan. Ularning g'arazi Uyg'urlarni yo'qotish bo'lganligi uchun Amerika hukumatı buni qirg'inchilik deb e'lon qilgan. Shundoq bo'lgan ekan, bu yo'ldagi tirishchiliklar uzilib qolmasligi kerak. Liao said that in southern Xinjiang the state must, quote, change the population structure and layout. Muhokama yig'inining xulosa so'zini qilish Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabirga berildi. We're still in the midst of an ongoing genocide. Our community has lost so much. Bu sözde Uyg'urlar izchil qirg'inchilikqa uchrayotganda dunyo jamoatining texcha buningga sherik bo'lishdan qo'l uzmaganligini, navbatda Xitoyning bu xildagi chegara qilgan zulmlarining allaqachon Amerika tuproqiga yeyilishga boshlaganligini ta'kidlab, buningga qarshi hamma kishi bir kishilik hassa qo'sha oladi. Aqallisi biz Xitoy mollarini ommaslik orqali buningga to'p qo'sha olamiz. Ammo hozir amaliy harakat har qachon keyin qilyotidi deb ko'rsat. But action is often late and timid. Today's atrocities should not be archived for future generations to study and ask the same questions they did about Hitler. How could this have happened? Ma'lum bo'lishicha, navbatda xalqaro vaziyatda ko'rilayotgan jiddiy o'zgarishlarmi Uyg'ur qirg'inchiligini cheklash yo'lidagi bir qator tirishchiliklarga kutilmagan salbiy oqibatlarni yetkazayotgan bo'lib, bu jihatdagi xizmatlar manzil uzoq, yuk og'ir degandek shaklda tasvirlanib kelmoqda.